Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Salomatmisiz, sog'omon yuribsizmi? Charchamasdan bugun men sizlarga tushlikka oddiygina tayyorlagandik, shuni ko'rsatib yuboray dedim. Non qovurdoq qilmoqchimiz. Marhamat tomosha qiling. Qozonni qo'yib oldik, yog' solamiz. Rastительный maslo. Ozgina qizdirib olamiz yog'imizni. Dog'lamaymiz buni. Yog'imiz qizidi mana. Endi kartoshkani solamiz. Kartoshkani pare-pare qilib to'g'rab oldik. Yuqoriroq qilib. Kartoshkamizni qovurib oldik. Mana endi piyozni solamiz. Piyoz bilan orqasidan ko'katni ham savara qolamiz. Gashnish bilan ukrop. Endi yaxshilab qovuramiz. Tomatini ham savara qolamiz. 2 qoshiq tomat solyapmiz. Endi yana aralashtiramiz. Tuz solamiz. Mana shu universalniy pripravadan 1 choy qoshiqda savaramiz. To'kvaroring tushib ketadi o'zi. Aralashtiramiz. Tuzi, pripravalari, ko'katlari hammasi solindi. Endi nonimiz to'g'rab olgan nonimizni solamiz. Nonimiz unaqangi qattiq emas, juda yumshoq emas, o'rtacha suvi qochgan non. Aralashtirib olamiz hammasini masallig'imizni. Aralashtirib qo'ydik hamma masallig'imizni. Biroz turadi, yana aralashtiramiz. Yana bir aralashtirib olamiz-da. Shu kosada, mana shu kosada yarim kosa suv, issiq suv quyib dimlab qo'yamiz. Qopqog'ini yopib 5 minutga damlab qo'yamiz. Xuddi oshdek. Ovqatimizni damlab turguncha biz orada salat tayyorlab olamiz. Yengilgina, oddiygina salat. Oddiygina salat. 200 gram kolbasa, 300 gram kartoshkani yog'da qovurib oldik, salomka qilib to'g'rab. Kolbasani ham salomka qilib to'g'rab oldik. Bodring 3 dona, 2 dona pomidor to'g'raymiz. Hamma masalliqlarimizni to'g'rab oldik, mana ko'rib turganingizdek. Endi ko'katimizdan solib aralashtiramiz. Mayonezsiz salat qilmoqchimiz. Ko'katimizning ichida kashnich, ukrop, chesnok bor. Hozir solib shundan aralashtiramiz. Hamma masalliqlarimizni aralashtirib oldik. Endi tuzini ko'ramiz, chunki tuz solmadik oldindan. Kolbasa bilan kartoshkani tuzi bor edi. Endi tuzini ko'ramiz. Tuzi kam bo'lsa solamiz. To'yimli hamda ishtaha ochar salatimiz tayyor mana. Ovqatimiz ham mana tayyor bo'ldi. Non qovurdoq. Shuning bilan bugungi video roligimiz tugadi, azizlarim. Yanagi video roliklar orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Allohga omonatsiz ko'rishguncha.